Bolalarga shakar va shirinliklarni berish mumkin emas. Nega? Shirinlik va shakarni ko'p iste'mol qiladiganlarning tishlari qurtlaydi va og'zidan noxush hid keladi. Og'iz bo'shlig'ida xavfsiz bakteriya va mikroblar yashaydi. Ulardan biri Streptococcus mutans. Oddiy sharoitda u xavfsiz, lekin tez va ko'p miqdorda shirinlik va shakar iste'mol qilish bu bakteriyalarni tez ko'payishiga va o'zidan zaharli kislotali modda ajrab chiqishiga majbur qiladi. Shirinliklar og'iz bo'shlig'ida sut kislotasini ko'payib ketishiga olib keladi. Sut kislotasi esa tish emaliga ta'sir qilib uni yemiradi. Natijada tish qurtlaydi. Og'iz bo'shlig'idagi bakteriya va mikroblar go'sht, yog' va sabzavotlar bilan oziqlana olishmaydi. Ular faqat glyukoza, ya'ni shakar bilan oziqlanishadi. Shakar qancha ko'p bo'lsa, ular shuncha tez ko'payadi. Hosil bo'lgan sut kislotasi so'lak bilan aralashib, yopishqoq moddaga aylanadi va tishga yopishadi. Natijada tish toshlari hosil bo'ladi. Ortiqcha shakar va shirinliklar bolalarning tez kasal bo'lishiga, immuniteti tushib ketishiga, tish qurtlashiga, ishtaha pasayishiga, ich qochishiga olib keladi. Bolalarga yopishqoq va chaynaladigan shirinliklarni berish mumkin emas. Marmelad va chaynaladigan shirinliklar bolalar tishlariga yopishib olib, tish emaliga uzoq vaqt zaharli ta'sir ko'rsatadi. Shakar va shirinliklarsiz katta bo'lgan bolalar baquvvat va sog'lom bo'lishadi. Non, shakar va shirinliklarni ko'p iste'mol qiladigan bolalarning ishtahasi past, immuniteti ham past bo'ladi. Ular tez kasal bo'lishadi.